olma iç qilmayman. Ana shu oxir Iloyim otaxon chiqqaning rost bo'lsin. Iloyim seni huzur halovatingni ko'rish qilsin, nevaralaringni huzur halovatini ko'rish qilsin, sanam otaxonni huzur halovati. Ota rozi, Xudo rozi. Otangni sen mana bunaqa qoshonalar, Dovud askalar, gapi ko'p, Dovud askalar qilish qilding. Iloyim sendan Allohim Xudoyim taolo gapi ko'p bo'lsin, rozi bo'lsin, joning sog' bo'lsin. Rahmat. Mana mujiligi bor-da, buni o'shancha men yaxshi ko'raman buni. Agar qiz bola bo'lganda o'zim og'ziga ham, ko'tiga ham sikardim men buni. Endi ikkita jala bu. O'zim sikib katta qilardim men buni, boru. Nikahdimi 15 yil, 15 yil o'tilgan nikahdimi boboxon? Ikki oy kam 60 yil. Ikki oy kam 16 yil o'tirdi. Bechora hasob bilan keldi bechora. Hozir nima sanatoriyaga tashlab qo'ydim. Sanatoriyada dandoya 10 kun maza qil danda olsin. O'ziga kelib olar. Ovqat yeydi, oshqozoni ishlamay qayt qilib 2 kun mazasi yo'qib qoldi. Ovqat ko'tarilmayapti oshqozon. Ovqat yo'q, suv ovqat, salidaqa. Cho'rva, mastava, bunaqa non yesa ham mazasi qochyapti. Bechora otaxonga binimani qil, Xudoyim taolo yana senga berish qiladi. Ha, Xudoyim beryapti, mana Allohim beryapti. U odamlarni aytgani, xuyna, men ham seni oldingdan so'kish qilgan, bunday sen meni ham so'kish qilgan, u xuyna. Ikkita pashonlar. Juda. Bitta u so'kishmasa ish bo'ladimi jala? Biznes so'kishu bizda. Temani yopish qildik, tamom. Ali mana seni og'zi badaningga olmanim, sen kundani bilan quslarga urush qilyapsan, bitta she'rni urush qilib berma. Kimga urdi? Kusga kim urdi? Ali mana qaysi kusga urdi? Ofatga. Voy, bilya, qachon urdi ofatga, kusga bilan, tomsaga? Onasini siskay bu ofatni, ofat nigin, ofat bilan nigin onasini kuttiga siskay bularni charoz nimani chinorni ulab olgan bular. Urib yotibdi uni endi siskay. TikTokni she'rni. Balkon, agar men yolg'on bo'lsam gandon bo'ladi. Yozish qil balkon. Lekin eng yomon o'zbek qizlari ekan, men bildim boru, Tojikistonning qizlari ham bizni qizlarchalik emas ekan. Qozog'istonning qizlari ham bizni qizchalik emas ekan. Mana vidushi qizlar chalik. To'ri deyaptimi aziz? To'ri diyor. Eng och, eng isqirt bizim mana shu yerda vidushi o'zbek qizlar ekan, men bildim. Eng amin ekan, ko'nchimni bizni qizlar ekan. Qana ishlar yomonasiz. Ko'rmadim, Tojikistonda ham och odamdi, och qizlar. Qozog'istonda ham ko'rmadim. Eng yomoni bizni o'zbek vidushi qizlar ekan. Aka, men ko'rib chiqdim-da, yechingani ham, amiga bodring tiqqani ham, WhatsAppdan teshilib chiqqani ham hamma yo'q bizda ekan. Aziz, Xudodan qo'rqish qilasanmi jo'ra? Alhamdulillah, kanishda har bir musulmon qo'rqadi. Gap yo'q. Joning sog' bo'lsin. Neki mana eshit qil jo'ra. Neki sen mendan nima bo'lsa ham, 1 oy bo'lsa ham, 10 kun bo'lsa ham, 1 kun bo'lsa ham kichkina. Manaki yilingni bilish qilmayman-ku. Neki onasi istay. Bilan bakalashkani kuchiga tiqish qildi bilan. Aytyapman, eng ochi bizni mana shu o'zbek vidushilar ekan. O'zbek vidushilar, ya'ni O'zbekiston haqida ketdi, meni miyam siktirmaydi, vidushilar gapiryapman. Ertaga meni kuchimga sikmasin, ichki ishlarga olib kirib. Vidushi deyapman, vidushi. Vidushi. O'zbek qizlar vidushi. Mana eshit qilinglar balkon, o'zbek vidushi qizlarni yig'ishtir qilinglar bu yerdan. Polni bizlarni harom qildi bilan.
Yana bile kesib olib bile She'rni Sardor taylash qilinglar, bitta she'rni taylash qilinglar, WhatsAppga kelib polni kuchini ko'rsatish qiladi naxu. eng ochi bizda ekan mana shu. Bular pizdes ochi bular. Bular to'ydirib bo'lmas ekan. To'ydirib bo'lmas ekan. O'zbekistonning xoki poyiga sadqa bo'lay. O'zbekistonning nomini harom qilyapti bu kuchiga sikaylar. Ishanaver. O'zbekistonga isnod kelgizyapti bular. Yo'qotish. Hozir gapirish qilsan-ku. Beni naxoy dedi. Ha desa, mana uyimga naxoy $50, $100 berish qil dedi. Men bu yerdan ketish qilaman dedi. Qaysi bittasiga gapirish qilasan? Ha desang ustingdan yozib berish qilaman dedi. Ashol naxoy deysan. Shunday. Shunaqa. Ano Niginadan ham hushyor bo'l, u ham yozib beradi, meni ham yozib berib bizcha qoldi qamattirib yuborishiga. Ha uzoq qildim-ku. Ha, Uzoq kerak. qildim. Bu nariqda digi chupelli uni o'ynardi, seni bir kun boshingda yeydi u. Bir kun boshingda yeydi. Ha uzoq qildim-ku o'zimni. O'zimni uzoq qildim. O'zi menga haydash qiladiki, "Davay через WhatsAppga davay" dedi. Jaloba keldi menga uni aytsiniz. Через WhatsApp? Bitta o'chirib yo'q. Ha, davay, kutaman, davay. Через WhatsApp deydi. Yo'q. Videoshi qizlar mundayda iltimos deydi. O'yna, men bilan o'yna. Aka yetadi hammasi. Biz bilan ham o'ynang. U so'ksang ko'tarolmaydi, yozib beradi, u qiladi, bu qiladi. Biz bilan o'ynash oson emas. Aktiv bomba bizda. Biz bilan o'ynasa donat topadi. Biz bilan o'ynasa aktiv bo'ladi. Aktiv degani mashhurlashadi yana ham. Mashhurlashadi biz bilan o'ynasa. Endi bilan o'zi yozib beraversa, chizib beraversa jalab birimiz ikki bo'lamiz jalab. Aziz, men bojoyga mana odamlar, meni gapimni zapis qilinglar. Ertaga o'ziga ketish qilsin bu gapni. Niginni o'zi aytish qildiki, o'tayamon WhatsAppga сообщение borish qildi. Jo'ra dedi, ha, men sen bilan o'yin qilsam dedi, aktivim yaxshi bo'ladi. Meni danakillarim seni yomon ko'rish qiladi. Sen gazavat qilasan, men yaxshi do'la ishlash qilaman dedi. Dedim Gabriel. U Chingiz bilan qaygu edi. Ben Chingizni taylash qildi, menga o'tish qildi. Men bilan ham qaygu bo'ladi, kimni aktiv zo'r bo'lsa, shunga o'tish qiladi. Ular shunaqa narsa. Uzoqroq yuraverish kerak. Qarichi uzoqroq o'zimizni har qancha so'ksang chetda, men qizlarni so'ksa ular yozib bermaydi. Bemalol mazaq so'kasan. Bularni bitta so'ksang birpasda yozib beryapti, ko'ryapsan. Yozaman deyapti. Ha, o mana ko'rding-ku, davay dedi naxo. Shunday kamerani shunday qildi. Davay, men seni yozib qilaman. Kötü. Maşallah. Ertaga ko'pkari xudo ursin. Ertaga xudo ursin ko'pkari. 32 emas-ku jalab, ertaga 32 emas-ku. Ertaga 20. Sen 32-kuni beryapti turding ko'kkari. Men adelni berish qilaman, ertaga mahalla berish qilyapti. Mahallaga bitta radnoy berish qilyapti Arabxonada. Santiago maydoniga berish qilyapti. Sen buni bilish qilasanmi? Nimani bilish qilamanmi? Santiago? Sambo 37 uровень. Qani? Samosh adush. Sambo 37. Ha, Sambo menga ikkita she'r urdi. Samboni jo'rasi berish qilyapti. U jo'ram bo'ladi. U sinfdoshim bo'ladi. Sambo menga ikkita she'r urush qildi menga. Sambo meni sinfdoshim bo'ladi. Malades. 9 ta gul beringlar, buni ko'tiga sikish qilmasak, 4 ta ving to'plab olibdi bu ko't. To'plab olibdi. Bilad, bu hol chiqib ketdi, bu qanday ving bilan kelib qoldi biz oldimizga aka?
Men bilan kelib qoldi. Biz oldimizga bu. Ye? Otese takvoy! Ha kusat. Yutdim deysanmi? Yutdim deysanmi? Ko'tingga sikish qilaman. Ko'tingga sikish qilaman. Ko'tingga men sikish qilsam-chi? Muzikaya binet, muzikaya. Kezem sirom, kezem sirom, kezem sirom, kezem sirom. İkisimiz yo'q bizda aka. Biz ikisi bormi aka? Kezem sirom, Bitta ko'tiga sikish qilaylik buni. 2x'da. Bitta ko'tiga sikish qilaylik. Arzon moneta bor. To'ydirib yubordim. Onangni ko'tiga sikish seni arzon monetinga zaybal qildi aka. Arzon moneta, bu qimmat monetinga ham sikish, arzon monetinga ham sikish seni. Lakin oy akalar 2000 odam lak bosmayapsizlarmi? Uxlab qoldikmi hammamiz aka? Hammamiz uxlab qoldikmi? 2000 odam uxlab qoldikmi aka? Ikki ming odam uxlab qoldikmi? Sardor qani debdi. Bilmayman, Sardor efir ochmadimi bugun? Bila hech kim yo'qmi? Lak. Voy jalab to'rmay olib ketibdi. Yo'g'amiz debdi. Uxla qildim debdi. Ha, uxla qil. Tancelek baysi pek çeklerken Açer haysi açer Sevuk sevundan borat açer Borkanı dok gizemle taştan çek Tancelek baysi pek çeklerken Ajon. Azizcha. Hamani To'xta, qilolmay. To'xta hali. Turli yeding sen. Bol yo'qol kusinda. Bos, to'xta. Bos mana, bos oxirgi partiya, bos. Men prosta qaramay qoldim. Orada 1 minutlik kelish qilaman. O to'xta, 1 minutlik kelish qilaman. 1 minut. Sen kelib qoldimi? Ertaga o'yin qilamiz, xudo xolasa 25:00 da. Yani u chumolar kirmadi-ku, ko'rdilar-ku, bugun odam yo'q, battle o'ynagan inson zot topilmadi. Yeli bir bola qilib o'tirdik, bir narsa qilib. U chumolar hech kimi yo'q bugun battle o'ynagani. Bitta kusiga sikib ketaylik aka, 5 ta vini bor ekan. 5 ta vinini bitta olib ketaylik aka. Kusiga sikaymi buni? Chumoni.
ustiga bitta ski buni aka. Jannatim akam. O'ta yomon ham yaxshi, men vobshe hurmat qilaman men buni. Yaxshi bola. Chotki bola. Hurmat qilaman. Menga yoqadi aytyapman. Erkak kishi bo'lsa ham sikkim keladi men buni. Bir tiqib olsam deyman-da, uzoqdan bo'lsa ham. Ko'nglim bo'sh beribmanmikin, yo yaxshiroq so'rasam. Aka? Beribmanmikin ko'nglim? Aka edi, yalang'a bitta partiya o'ynab ketaman, kallingga qo'tag'im seni kutib o'tiravermay bilan, shabiy deri. Sikishyaptimi kirib olib faqat? Chap degan ovoz kelyaptimi? U aylayapti shabiy. Oy bila. Yana deydimi? Ana eshityapsizlar? Ay. Og'zini dimlab oldi-yu. Og'zini dimlab oldi. %100 Shabida og'zini dimlab oldi. Chap deyapti. Qaytiga sikyapti ikini, ha? Onangni omiga sikyapman. Onangni omiga. Onangni omiga. Onangni omiga sikyapman. Onangni omiga. Bos harom, bos. Oxirgi partiyamiz. Yutsang o'ynayman, yutmasang ketaman. Bos, yuvinni qo'l. Yutalmaysan deyapti. Bitta partiyasiga qilgan aka. Yutalmaysan deyapti. Bitta hamma like ursin, mayli kimdir qo'li og'rib qolgan bo'lsa, ming bor uzr. Kimdirda zapravkasi qolmagan bo'lsa, yana ham uzr. Faqat hamma oxirgi partiyamiz. Bitta like-ni bangalatinglar. Bitta itarib ketay O'g'iltoyni. O'g'iltoyni bitta itari aka. Hamma 2x. 2x do'stlar. 2x like. Hech kim yo'q. Hamma ekran ursin, tamom. Hech kimimiz yo'q bo'lsa like bosinglar. Dilya mana. Qan. Mana Shashilma o'g'lim. KK diyormi O'g'iltoy? Shetdaman. Bilar 5x qo'ydi bular yana. 5x qo'ydi. 5x qo'yib oldi, voy haromi, 5x. Voy bilat. Pizza surib tashlashyapti-yu. Voy bilat aka. 5x'mi yo'qmi? Voy bilat. Pizza surib tashlashdi-ku aka. 250 ming bo'lib ketdimi? 350 ming bo'lib ketdimi? 350 ming bo'lib ketdi. Yomma-yu. Aha. Voy bilat. 350 ming shot. Endi nima qilamiz aka? Lenkaragisga qochamiz, ha? Aka? Sobit 350 ming bo'lib ketdi-ku bu.
Voy bilet 350 ming shot. Biz bilet iplanmaymiz bu shotni. 350 ming shotga. 8 ta ekan. 8 ta ekan bittadan. 8 ta bittadan. Gül. Ey gül beringlar, akalar. Gül problem emas-ku. Gül beringlar. Taraqlarni gul urib olsalar ham bo'ladi. 1 sekundda tik o'tib ketadigan narsa. Shunga ham razborda yotibmiz bir-birimiz bilan solishib bittadan gulga. 2 yosh qizarib ketdi debdi. Ha, ichib olganda bu erkak hozir, ha? Endi mana bir sikishimiz kerak bu O'g'iltoyni. O'g'iltoyni bir 5x'imiz bor ekan. Voy bilan 5x. Endi bu 5x qo'ygandan keyin urmasak, uyatda jala bu to'rtta punchi urib o'tirsak bo'lmaydi-da. 5x dan keyin qan brat rahmat. Ketdi. Dila rahmat. Dila 5x. İşmezdə bu aka. İşmezdə bu 5x'ga işmezdə bu aka. 5x'ga işmezdə. O'zi 3000 shotga 5x ham nima kerak bor aka? İşmezdə bu aka. Uyat bu 5x'ga to'rtta punchi ursangiz, sharmanda-ku aka. Sharmanda-ku aka. O'g'lim xursand bo'lyapti. O'g'lim xursand bo'lyapti hozir. İchib olgan, ertalab kechashdan o'nga tushaveradi bu. Ha? Tisk. Ha? Master Clash urushdinglar. Ha, endi 5x ga bilad. Kep kurib punch uraman aka. O'zi 5x bo'lsa. Unga böyle 1-2 shuni tiqsa jala varrilab ketaveradi-ku. Aka, undan ko'ra urmagani yaxshi-ku. Qo'ymagani yaxshi. Qo'ymagani yaxshi-da aka. Sharmanda bo'lgandan ko'ra 5x ga qo'yib turish narsa urmasa. Kit debdi. Kit ham bo'laveradi. Kit, bir narsa ursa bo'laveradi. Qambrat rahmat. Yana bormi 5x mana bizlarga 5x ni qo'ysalar ham akalar urushtirib ketdi. Kamolbek aka rahmat. Mana Kamolbek aka mana jonlanyapti o'zi mana. Kamolbek aka mana jonlanyapti. Zo'r rahmat mana. Bular ekani mana. Kamolbek aka ham hayot ekan, ko'z tegmasin. 30 ga qayta chiqib oldim, men hayron bo'laman shu akani. Kamolbek aka 70 yildan beri men bilan podpiskada bor. Şu 30 ga qayta chiqib uspet qildi, men hech ham ahlim yetmayapti. Aka 18 sekund qoldi. Turibdi. 3900 bo'ldi. 4600 bo'ldi. Sikdi jalab yana. Mayli, yaxshi o'tir, o'g'lim. Biladi, ana qatvan bo'ldi endi onangni ko'ttiga sizki. O'g'iltoy bugun kayibda, ertaga o'yin qilamiz. Biz yutalmay qoldik, shu o'ta yomonni jala bizda ponch urib o'tiribdi odamlar. Shu o'g'limda yutalmayapmiz biz. Meta yuchib ponchi bizi o'g'limga kelsak jala. Yutquti, ponchi, kepka, eng arzon padarkalar qidirib yurishyapti. O'zi ham qo'ldan kelgancha qidirib yurishyapti. Mana shunday qidirishyapti. Shu 70 talik, 60 ta, bu ham ko'p. Mana 99 ta, 100 ta qidirib topib urilyapti o'zi ham. Malades. Endi biz bilak katta padarka olgan odam biladi. Bizda Abduto'la katta-da, bizda u bilad 1,5 ming tonasiki bu o'ta katta o'yinlarda bu bunaqa kayib qilmaymiz-da biz. Monchilarga ishi yo'q-da. Ishi yo'q, monchik, kepka. Kim biladi debdi. Nimani biladi?
Kim biladi? Nimani bilish kerak? Zik Tulelichimi? Zikam yotibdi biladi. So'qqa bosh olib, hech kim yo'q. Battle o'ynagan odam zoti yo'q. Zikam yotibdi. Battle o'ynagan odam topib bo'lmadi. Bugun jalab ishonavering. Yo'q, boya zo'r g'amallab qoldik-ku. Jalab hech kim yo'q battle o'ynagani. Onang diskigilarga qiron keldimi? Nimachi, Akpen? Akpen slabi bo'lib ketdi. Jalab bilan yutib yutalmayapti. U jalab donatori yo'q. Oddiy bekxon og'ziga berib tashladi 3-4 partiya bilan. Oh, Paragisiga rahmat. Ularning baribir boyagida. Sardor keldi deb. Qari Sardor. Временный-da ular, временный. Oddiy qo'y ular временный. Nima gap hayotda aka? Hayot nima mazmunli? Nima gap? Tinchmi hayot aka? Endi hayotga keladigan bo'lsang, non, bon, choy, poy, torto ichib yashab turibmiz. Eplab. O'zim paxanni nima qilding? Paxan nimada? Sanatoriyada 10 kunga yotqizib keldim. O'ziga keladi o'sha yerda. Endi yeyolmayapti, narsa yeyolmayapti, mazasi qochib qo'yapti, qayt qilyapti, og'irlik qilyapti bu narsalar. Balandaga o'tirib qolgan ekanda u. Oshqozoni yaramayapti. Ovqat kuchli ovqat. Balandaga o'rganib qolganda, tushundingmi? Balandasi nima? O'sha zonada pishadigan ovqat. Ana unon yesa mazasi qochyapti. Unonni ham ko'tara olmayapti. Sen unga ko'proq nima qilasan? Kasha, to'lki kasha. Kasha bo'ladi, keyin qaynatma sho'rva bo'ladi. Yog'siz. Tushundingmi? Yog'siz. Yog'li ovqat esa panos bo'ladi u, ichi o'tib ketadi. Shunaqa bo'lyapti. İçi o'tsa kuchi yo'q bo'ladi odamni, ichi o'tsa. Nimaga rahmat. Endi o'zi ham yosh emas, qarigan. Uni to'g'ri tushunishing kerak. 70. Qarigan endi. Zik aka tepada xudo turibdi. Hali telefon qo'yapti. Bochkaga tushirdim. Asallar, surka bochkaga tushirdim. Uyga kelganimdan keyin aytyaptiki, men deyapti, hali ham ishonmayapman biladi. Qanaqa hayotga tushib qoldim deyapti. Men o'zini aytmoqchi edim. Unga hozir biladi hamma narsa. Непонятно, короче. Men qanaqa hayotdaman men deyapti. Men tushunmayapman deyapti. Nima bo'layapti turganini ham bilmayapman deyapti. U seni mana bu mashinani ham bilmaydi, o'y. Bilasanmi, katta mashina bilmaydi u. Yo'q, Moskvich borli paytda Jiguli Moskvichlar gapirib yuribdi ular qanida. Jiguli, Volga, Moskvichni biladi u. Volga. Ular biladi. Televizorni berib qo'ysam, televizorni ham tushunmaydi. Televizorni keyin yotgan xonasini ham quluplab yuradi. Nimaga desam, o'g'ri, pulni gazzoblar bo'lishi mumkin. Bitta yo'q. Desam, men deydi, banditlar hammasini ko'rib kelganman deydi. Bitta bo'lishi mumkin deydi. Oldiga odam qo'yaman desam, bu kechib meni bo'g'imni etib qo'ymaydimi ish qilib deyapti. Yo'q, bitta unaqa qilmaydi deyapman. Endi har xil narsa ko'rgan-ku odam. Daxoya ko'rib tashan. Odam zotiga ishonmaydi. Zik aka, odam zotiga. Senga bitta gap aytaymi? Alivanan, assalomu alaykum. Unga bitta xizmatkor ayol olib bergan.
endi erta bahor, endi hozir qishdan chiqib olsak, bitta uylabman, ha, xudo xolasa bitta hajiga. Men sen uylamagin. Uylantirma onu. Xizmatkor ayol olib bergin, o'sha postoyanni o'sha kelsin. Pul bergin, o'zi chaqirgan paytda kelsin, bo'lmasa ketsin, unga yoqmaydi. Men senga aytibman, olib bermagin hech kimni. Ha, yo'voy bo'lib qolgan, eshikni qulflab chiqib ket deydi. Bitta xizmatkor olib bergin, 1-2 oy yursin. Chaqirsa kelsin, bor ketaversa ketsin. Hozir sen xotin olib bersang, u aytishi mumkin. Bor ket bu yerdan deyishi mumkin-da u. Yaqinlashma bu yerga deyishi mumkin. Uni настроенияsi o'zini plyus-minusiga qarab uradi uni. Gaplashish ham shu bo'ladi. Shuning uchun sen unga birovga bog'lab qo'ymagin uni. Hozir bilmaydi, u dahuyo surok uniki, bilasanmi? U 2-3 yil emas uniki. 5-6 yil emas uniki. 2 kam 16 yilda. Xo'p, o'shani aytibman senga. Birovga bog'lamagin uni. 1-2 oy o'rganib, sal o'zini nima qilsin-da, keyin bittasini olib berayim, postoyanka degin. Mayli, siz olib bering, xizmatkor olib berib qo'ygin. Ha. Ko'chalarga chiqsa maza qilyapti. Hamma joyga qaraydi, voy deydi, o'zgarib ketibdi deydi. Hamma o'zgarib ketibdi deydi. Hozir seni puling bor-da. Shunday. Unaqa surok o'tirgan odamlarni pulsiz chiqsa bor-ku, ular yasholmaydi, yomon qiynaladi. Aka, mana tepada Xudo turibdi, hali aytmadi. Shuni telefon qilsam, menga endi duo qilyapti, rahmat deyapti, aziz deyapti, o'g'lim shunchalik qarab. Men daji birovni tursugini kiyib yurdim deyapti. Birovni ichki kiyimlari bilan chiqqanman deyapti, baqa. Birovni storshlariga chiqqan. Endi o'zingiz bilasiz-ku bu temani, siz o'zingiz juda yaxshi bilasiz-ku. Ha, shunaqa duo qiladi, qariganimda berdi seni. Shuni endi duo qiladi-da, rasa. Qo'lga duo qiladi. 5 vaqt namoz o'qiydi. Sen unaqa mol dunyodan ketib qolmaydi-ku, ko'p ketmaydi u odamga. U senga hasrat qiladigan emas u. Shunday bir kasa ovqatni ham 2 kun ichyapti o'zi. O'shaning uchun bunga sen nima qilgin? Boyagi xizmatkor olib bergin. 1 kun 2 kunda kelib ketadigan. O'ziga qo'yib bergin hamma narsani. Telefonni ishlatsin, bo'lib shu. Telefonni ham zo'ra o'rgatdik. Nima? Telefonni o'chiratda o'chdimi deydi. Ha, o'chirdingiz, bunday qilishingiz shart emas. Telefonni o'chdimi deydi. Telefonni o'chirib ham gapiradi. O'chdimi telefon deydi-da. Ha, mayli, sog' bo'lsin. Aka, biz ham bola chaqa katta qilyapmiz. Ana domla ham rosa gapirib chiqibdi meni. Instagramga ham qo'yib yurdim. Ana domla rosa gapirdi. O'zbekistonga o'rnak qildi shu bola dedi. Otasiga rahmat dedi. Ayda qilib dedi. Otasini olib kirib, o'zi qarab, o'zi ayda qilyapti. Mana desiz O'zbekistonga o'rnak qildi mana shu bola. Ay domla gapirdi meni. Shuning sen unga qiynalmaginda xizmatkor olib bergin, birovga bog'lab tashamagin uni. Unga yoqmasligi mumkin-da, tushundingmi? Ha, bunga aytasan, mana bu sizni xizmatingizda bor ketdi, siz ketadi, o'zini boradigan joyi bor buni. Birovga bog'lasang, bitta semeychik bo'lib qoladi-da u bilan. Ketdi deb ayta olmaydi. Bunga yoqmaydigan payti bor. Buni jahli chiqadigan payti bor. 14 yil o'tirgan, 14. Yo'q, 14 yil emas, 16 yil. 2 kam deyapsan-ku. 2 kam 16 yil o'tirgan deyapman. 5 yil u 8-9 oy o'tirgan. Ha, 2 oy kam, ha. 2 oy kam 16 yil. Daxoya surok, juda ham. Ko'p surok u. Ha, aka. Вообще ko'p surok u.
uni ichida 2 yil miyasi ishlamay qolib, hali jinnixonada yotib chiqibdi. Miya ketib qolib 2 yil yotibdi o'shda davolanib. Ginat qilgan u odam. Ginat qilgan, tom ketib qolgan. Hozir ham bolalarim ismini bilmay so'raydi. Har safar esidan chiqib qoladi. Nima edi? Katta deydi, har safar yodlataman. Yana esidan chiqib qoladi. Yana esidan chiqib, har safar eslataman. Ginat qilganda u. Har safar esdan chiqib qoladi. Endi o'g'il bo'lar, bizchalik bo'lar. Allohga shukr. Aka, odamni yurak yorishar ekan. Yurak yorishar ekan. Shunday siqilib qandaydir bilad yurardim. Yuragim shunday yorishdi, maza qilib yashayapman. Statya adashgan. Statyasini nima qilasizlar? Adashgan. Yosh yig'ib qo'ygan. Bilmay qolgan. 68 bo'lsa ham o'sha 70 deganida, o'sha 70 ga qarab ketdi. Aka 68 ga kirish ham oson bo'lmayapti. 68 ga kirish ham oson bo'lmayapti, Zik aka. Mayli, omon bo'lsin. Yashasin. Yashayversin. Qancha yashagancha yashasin, nima qilgin, qarab turgin. Optoga chiqish mumkin emas ekan, aydaqa nur olgan ekan, nur bolalar olgan ekan. Optoga chiqsa etiq tishib ketaverar ekan. Nur olgan? Nur oladi, nur. Bilar. Uncha qancha kasalliklarni ham o'tkazib olibdi-da. Endi aka. Ama maza qilyapti. Qiziltepa bor-ku bizda, bilasizmi? Sanatoriya butun O'zbekiston keladi. Qiziltepaga. Aka, jig'irdonim qaynab, o'ta bo'lmayman-da, meni jig'irdonim qaynaveradi. Keyin bitta ayol aytdi, dedi. Doktor aytdi. Sizlarda bitta Qiziltepa degan joy bor, bilasizmi dedi. O'zim yonimda-da u. Ha dedim. O'sha suvdan olib ich dedi. Doktor tavsiya qilyapti menga. Keyin olib keldim. Ishonasizmi? Jig'irdonim qaynab meni zaybal qiladi. Sabzi to'g'rati yeyveraman. Bitta to'ldiraman. Jig'irdonni qaynag'i yo'qib ketdi-da. Maza qildim bilan. Hozir 30 ta 40 ta paydaqada olib kelgizib qo'yganman. Suv tugabdi, endi ertaga olib kelgizaman. Suv nimada yerdan chiqadi, qaynoq suv chiqadi. Zik aka, assa qaynoq suv chiqadi, nimada? Qiziltepaning suvi, o'ta qaynoq. Keyin yuragingizni ko'tarib yuboradi, unaqa cho'milolmaysiz unda. Yuragini o'ta ko'tarib yuboradi. Bexavotirlik qilib. Rahmat, Durgut, rahmat. Beka, Ali brat. Ali, rahmat. Borzi. Da, Puma. Bostiramiz odamlar. Seni deydi, men qanaqaligingni bilmayman, sen meni qanaqaligimni bilmaysan, men deydi, men bitta boshqa joyga tushib qoldim, o'g'lim deydi. Men seni 40 yildan beri ko'rmaganman deydi. 40 yildan beri seni ko'rmaganman deydi. Sen meni ko'rmagansan deydi. Yashasam zo'r bo'lyapti, Shohaka, rahmat. Mayli. Moslashib qoladi. Moslashadi. Yaxshi, orzu uchun borku yangi hayot. Ota uchun chista yangi hayot. O'ta. Lekin keyin bunaqa hayotga tushaman deb o'ylamayman. Menda hamma yo'q yetarli-ku. Hamma yo'q yetarli. Men artistlar aytib qo'ydim desam,
Bornasanmi deyapti. Aka hech kim ishonmaydi. Bornasanmi aytgan narsang deydi. Yo'q, odam aytda ko'p aldanganda ichida ichkardi hamma aytadi. O'shaning uchun birovga ishonmaydi. Bornasanmi aytib turgan deydi. Ha, endi qolgan o'g'illari ham menga yozyapti. Javob ham qaytarmadi. Dada kelmasin dedim. Hech kim kelmasin dedim. Nega? Mendan tashqari ham bir 6 ta o'g'li bor-da, birortasi olib ketmadi-da, tushunyapsizmi? Hech kim olib ketmadi. Senden kattalari bormi? Yosh Mendan kattasi. 40 ga kirganlari bor. Mana sizga ochig'ini aytay, hech kim olib ketmadi. Hech kim olib ketmadi. Endi men olib keldim, uy-joy qildim, sharoitlari bikir mazaqi hammasi dada kelmasin bekka dedim. Hech qaysi kelmasin dedim. Mana akasini shuni telefon qilaman, akasi bor, ukasi bor. Endi ukasi ham bitta xotini bilan yashaydi, unga qaralmaydi, ham nima bilasiz-ku, u ham aytdi-da, Azbi dedi, birortasi xabar olmadi. Endi hammasi telefon qilib, dadamni ko'rgani borsak bo'ladimi? Endi men oldimga kelish kerak-ku ular aka. Men oldiga kelish kerak, meni ko'rish kerak, mana meni ukam deyish kerak, akam deyish kerak, maqtanish kerak. Hozir Birortasi olib ketmadi. Daji telefoniga javob bermay qo'ydi. Hammasi telefoniga. Mana Xudo tepada turgan bo'lsa, telefoniga javob bermadi shu dadamni. Chiqqandan keyin chiqdim deb bir marta hammasiga ogohlantirgan. Qayta telefoniga ham javob bermay qo'ydi. Keyin menga chiqdi. Shunaqa shuni tars ketdi. Tamom, olib kelamiz dedim. O'ylanmadim ham. Bitta olib keldim. Ustuvoshilarni ham hali yig'layapti. Birovni ustuvoshilarini kiyib yuruvdim. Rahmat deb. Uydan kelib bormaganda hech kim orqasidan. Mayka tursiga olib bormagan hech kim. O'shada Yo'q. Birovni tursilarni kiyib chiqdim dedi. Birovni ustuv. Yo'q, 16 yil hech kim bormi? Bitta men bordim bir marta. unda ham sen Piskentga bording sen. Piskentga bordim. Uni nari turmalarda o'tirganda, jassiqlarda ham o'tirgan. U aytgan hech kim bormagan. Hech qayerga borishmagan, ochiqqa chiqdi-ku 1-2 yil oldin. O'sha paytda aytgan hech kim bormagan. 1 million pensiya beradi deydi, ashini yeyman deydi. Ashini yetkazishim kerak deydi. O'ylamang uni dedingmi? Ha, vobshe kerak emas. Yo'q, nimada? Qamoqda aytyapti. Qamoqda 1 million pensiya beradi. O'sha pensiyani yana beradi o'sha pensiyani. Ha. Yana beradi. Yig'ib qo'ying birovlarga u narsa kompet-manpet olib berasiz yo'q odamga desa. Ha, o'ziga ishlatadi. Nima olgisi kelsa olaverar. Bizga nima. Yangi hayot, shunday. Qo'limizdan kelgancha qilamiz aka. Qo'limizdan nima kelsa qilamiz. Tamom. Endi senga bitta narsa, uni qancha umri qoldi, uni qancha yashaydi, yashayversin. Sen 16 yil o'tirish oson narsa emas, u faqat balandada o'tirgan, tushundingmi? Balanda. U faqatgina ertalab shu bitta temir kurishkada chala issiq choy, o'sha kasha, o'sha qaynagan guruch, o'sha unga boshqa narsa qolgan ovqatlar yangilik unga, organizm unga o'tib qolgan. Aytyapman, nonga ham mazasi qochib qo'yadi. Doktorga chiqdik. Non yeb mazasi qochyapti. Non yeb maza qochyapti. Somsani shunday yubordi. Somsa olib keldim. 25 yildan beri sog'indim dedi. Shunday yedi, 2 kun mazasi qochib, qayt qilib yurdi. İçinde yog' bormi? Zira bor. Mazasi yomon qochib qoldi. Somsa olib kel. Bo'ldi, yemayman qaytib somsa deydi menga. Bugun borsam, olib kelma yo'q deyapti. Suv olib kel deydi. Sho'rva ichadi, sho'rva ichsin. Sho'rvani ham go'shtini yemayapti, og'irlik qilyapti. Go'sht yemayman deb, suvni ichaman xolos deyapti. Sho'rvani suvini ichyapti, go'shtini ham yemayapti. U ham
oshqozoniga og'ir botyapti, yemayman deya. Endi uni hozir glukoza quyib boshqa qilib atroflab qurib qonini nima qilib yuborsa, yuvishib yuborsa, appetitlari ochilib sal yeydigan bo'ladi. O'shanda ham ozgina yeb bir balo qiladi-da endi. Lekin juda ham qari odam u, senga yosh bolaman, yoshi yetmas u. Bir oyda o'ziga kelib qoladi deyishingga. U qari u. Uni do'sti og'ir ovqat unga umuman bo'lmaydi. Oz-moz ana sho'la yesa bo'ladi, oz-moz. Qolgan paytda yog'siz qaynatma sho'rva ichish kerak. Go'sht yemaydi umuman u. Unga agarda nima bo'lsa, buxonka ham обязательно qo'yib qo'y. Bu nonni yeyolmasa, buxonka ozgina yeydi. Buxonki yeyapti, mana u nonni yeyolmayapti. Ha, buxonka yeydi o'shani, oz-moz yeydi o'shani. Tishlari bormi? Qora. Tishlari bor, ha? Bormi? Tishlari aka yosh ko'rinadi. Organizm masalan charchadi deganga qaraganda uni yoshi ham bor-da. Odamlar sizlar organizm u faqat charchab qolganda emas, uni yoshi ham bor axir o'sha. Yosh. Yoshi ham bor. U senga yoshi yetmasda u. 25 yoshida qamalib 40 yoshida chiqqani yo'q u. Shuning uchun u senga uni organizm o'zi qarigan, o'zi organizmni o'zi qari. Yoshi katta uni. 3 kam 70 kirdi-da. Hali o'zing bunaqa bir sal quvvatliroq ovqat yeganingda qancha davleniyan chiqib ketadi odammi? Yoshi ketsan. Davleniyam ko'tarilib ketadi aka. O'shani aytibman-da. Uni bosib ko'ring, turibdi-da. Hali jonim omon bo'lsin. Boyagi uchun hozir endi hamma narsa yangilik shu. Hachpachlarni ham bir ko'ray aziz deydi. Ha, erta bahor jo'nataman dedim. Yaxshi bo'lib tursiz, shunday borib oldin siz yaxshi qilib olaylik dedim, bitta borib kelasiz dedim. Ha. Ya hozirga jo'natalmayman. Hozir u zo'ra yuradi-ku, qanday jo'nataman? Hozir bir o'zi keta olmaydi uni. Mahallamda olib chiqibman, top kelolmaydi. Mana ikki ko'chaga olib chiqsam hayron, bu miyasi u qayerga kelib qoldim deb yuribdi. U biladi 15 yil, 16 yillik zamon emas, o'zgarib ketgan. Sal o'rganib olish kerak kelardi. U bilmaydi, homida olib chiqib qo'ysam top kelolmaydi uyimda. O'zi yurmaydi ham endi u yoqqa bu yoqqa yurmaydi, prosta o'tiradi. Unga bir yaxshi suhbatdosh bo'lsa, gaplashib to'da unga endi senga bitta narsa aytaman. Faqat yolg'on gapiradigan odam kerak unga. O'sha yoqadi unga. Ishonmadingmi? Durarga. Senga bitta narsa aytaman mana. Odam qamaladi-yu, ha? Ha. Shu 1 yil o'tadi, 1,5 yil o'tadi. 1 yil oldingi gapirgan, bir marta borgan mana bu mujiklar orasida shunaqa gap top masalan. O'sha qamalgan paytida ham gapirgan o'shani. Ha, bir falon joyda amsikirdik deydi. 1 yildan keyin ham o'shani aytadi, falon joyda amsikirdik deydi. 2 yildan keyin ham o'shani aytadi, falon joyda amsikirdik deydi. 3 yildan keyin ham o'sha gapni aytaveradi. Tamom. Bitta men zonada o'tirganda, poqda o'tirganda Qo'qonlik bitta Vali degan otryadnik bor edi. 150 ta odam edik. O'sha so'kardi. Ey, bilat shu gapirayotgan gaping, kirgan paytingda gapirgan gapingni 3 kundan keyin ham aytasan, 5 kundan keyin ham, 1 oydan keyin ham, 1 yildan keyin ham bittaga aytmayapsan bilat. Bolalarimga 2 etaji uy qurib qo'ydim.
Bular u uyni hozir nima qildi bular? Remonti to'xtab qoldi, uni davom qildirdimikan deb o'ylamaysan hech qaysing. O'sha kirgan paytingda sikkan amini to surog'ing chiqib ketguncha aytasan, bular miya yo'q sizlarda, turmush sizlar derdi. Tushundingmi? Rostdan ham o'sha gapni gapiradi odamlar. Do qarab o'tsang, bir oydan keyin ham o'shani aytaveradi. 2 oydan keyin ham, 3 oydan keyin ham, 5 oydan keyin ham, 5 yildan keyin ham o'sha gapni aytaveradi. Chunki qilgan ishni o'zi yo'q. Qilgan ishini o'zi yo'q. Yo'q. Naturi. U yoqda daxuya ish qilgan odamlar zavxoz bo'lib oladi. Daxuya ish qilgan odamlar brigadir bo'lib oladi. Daxuya ish qilgan odamlar kaptyorshik bo'lib oladi. Prosta o'ta olmaydi u yoqqa. Ruxsat birovlardan olib, shunda nima bo'lib olib o'tib oladi-da, ularning ish ko'p. Ko'chada ham ular daxuya ish qilgan. 5-6 ta mashinasi bor ularning, 2 ta 3 ta uchastkasi bor. Bir endi bo'lmay qolib, qamalgan, bo'lmay qolib, o'shani bizani mana bu kambag'al mujiklar nima deydi? Neput bu deydi, kozyol bu deydi. Samim deyli o'zi kozyol biladi. Qilgan shu paytgacha qilgan ishini o'zi yo'q. Tonzay jonur. Ish qilgan odamlar yana bir ishlarni oladi-da, o'shanga o'tib oladi. Mashina nima qilgan deydi, biladi. O'shaning uchun bu hozir seni dadangga o'sha Unaqa ha? Ha? Demole. Ha? Ochyapman, ularni ochyapman. Ben aziz bilan o'tiribman, xo'p, ochaver. Ha, yozib berishni. Yo'q, shunda ulab qo'yib nima qilib o'tiribmiz, kelaver. Ha, kam. Shoh. Ben shu bolalarga men to'g'risini aytaman, men shohlarga qoyil qolmayapman. Bilat uylanmagan yigit, bola chaqasi yo'q. Yoshda yosh. Bilat ko't berkitib efir qilmaydi. Ko't berkitib. Go u yoqda yuradi, go bu yoqda yuradi, yarim tunda efir ochadi. Qotoq bormi shu maqalda efir ochib? Kuni bilan kimni tegida eding? O'tirmaysanmi men bu yerda? Yo boshqa qiladigan ishi ham yo'q. To'g'risi-da. Deydi bilet. Men обязательно ishim bo'lib qolmasa, men kunimni ochaman. O'shani aytibman-da, shu bilet ularni boshqa qiladigan shu. Seni ishing bor, xo'p. U nimaga borishing kerak? Parkka borishing kerak. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti, so'rab surishtirishing kerak. Qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi bu? Mana bu buzilib qoldi, mana bunga blok berib yubordi, mana bu bunaqa bo'ldi, otchot olishing kerak. Bular nima ishi bor? Necha ishi yo'q? Bir 10 ta kanareyka olib qo'yibdi. 2 ta mushuk bilan otangni skit. Yoniga bir 2 ta nima it ham ol onangni qanjiq itlardan. Tug'sa sotasan bolasini. Tövbe qildim. Trenirovkada edim, zalda edim. Tashavvurimiz zalda jalab. Hayotda zal bo'lib turibdi bilat. Ha. Zalda edim. Ana Qanqa u- zalga ana u borsa ham ertaga bugun- birovni bir shapaloq urib yiqadigandek. Nima ham bilat, Erik Haydar ham urushibdi bugun, yutdi bitta chumonim deb bunday qilib turib yutib oldi bilat. Erik Haydar? Ha? Qiziqchi. Ashtagun urushdi bugun. Bugun urushdi, yutdi. Biladi. Bitta rossiyalik bilan. U Rossiyalik ekanmi? Ha, qayerdandir olib kelishibdi. Bunday yiqitib, bunday urib zo'ra yutdi. Bir raundda o'sha qancha sekundda ham yutdi, endi mana chiqib urushdi. Ya bu oxirida bilan Gulberida gul. hali
ashulachilar ham chiqib urushmasa bo'ldi Rossiyani ashulachisi bilan. O'zbekistonda ashulachisi Xumorinada jalab bo'y bo'ladi, kelinglar yo'qtamat bilan. Mana O'zbekistonda artisti bilan Qozog'istonda artisti bilan O'zbekistonda artisti. Nima bu? Bo'yi bespravila bir-birsiga qarab o'sirishdan deb. Voy bilat, to'g'ri. Erik qizarib chiqdi. Gap yo'q lekin. Ya malades, tan berdim. Endi ularga idaqa buni kuchli sportsmenni bermaydi. O'ziga o'xshagan lehki jangchilar berardim. Endi chiqib ikkovi ham urushni bilmaydi. Sal kuchko'proq bo'ynidan bo'g'ib Yiqitadi. bo'ynidan bo'g'ib badi, bo'ldi, yutdi. Erik Haydarni ustida turibdi, bunday qarang. Endi sportdan meni xabarim bor-ku ular. Erik Haydar ustiga chiqib olgan. Dabibani qilsa bo'ladi-da. Ustiga chiqib bunday qilib yotkizib bo'g'yapti, urmadi. Yemadimi? Ha, ko'ngilchanglik qilgandir-da. Lekin nigerlar bilan urushmasdilar, nigerlar urib tashiydi. Nigerlar yomon. Bilat, bu endi nima bu? Showmi o'shanda? Shu endi odam o'zini tanitishda yana ham. Endi konsert qo'yadi Qozog'istonda ham Erik Haydar, yana bir hikmat urush turib Qozog'istonda bitta qiziqchilik bo'yicha konsert qo'yib yuboradi, busoqqa ishlayveradi. Bu ham biznesda, bu ham biladi. O'ta umli Erik Haydar bor. Zo'r gap yo'q. O'zbekistonda tanildi, endi Qozog'istonda taniladi. Tanilib turib konsert qo'yadi. Pop show. Ha, pop show ekan. Bitta tanilib oladi-da, soqani bosa-bos qiladi. Ha, bossin. Ya omadini bersin. Ha, mayli. Bize bo'laveradi shu TikTokda bot o'ynab yursak ham. Erik Haydar pulini topgan pulini mana shu bir kuni topibmiz, vaqti kelsa. Ha, amalli emas qilib. Biz endi vaqt ham yo'q-da. Unaqa perchatka kiyib. Aka meni yiqilib men ham uxlayman endi aka. Aka o'zingizga ehtiyot qiling. Akalar hammalaring ertaga 25:00 da batilimiz bor. Hamma kirsin. Rahmat.